Birinchi mashinamni 2006-yilda olganman-da. O'shanda odamlar rosa xursand bo'lib ketuvdilar. Sababi otam oddiy ishchi bo'lib, halol mehnat bilan bizani katta qilganlar. Televizor tuzatuvchi bo'lganlar. O'sha televizor tuzatib 4 ming so'm, 3 ming so'm, 5 ming so'm xizmat haqqi olib bizani boqardilar. Talabalik vaqtimda misol ertalab Chorsuga tushib ketardilar-da, Zaporojda go'sht tashib bizaga o'sha obed pulini, yo'l kiralarni topib kelardilar. Biz endi o'sha vaqtda yosh bo'lganmiz, talabalik vaqtida maktabdan keyin o'sha obed pulini qornimiz ochsa ham, ochmasa ham ishlatib kelar ekanmiz-da. Odam katta bo'lib, oilali bo'lgandan keyin sekin tushunar ekan, nima, qanaqa. Birinchi mashinam 099 mashina bo'lgan, Bardoviy. O'shani olganimda taxminan dekabr oylarining oxirida, yangi yildan oldin olganman. Odamlar rosa xursand bo'lib ketuvdilar. Shunaqa xursand bo'lganlarki, o'rtoqlarnikiga haydab borib, o'g'lim menga mashina olib berdi deganlar. Vaholanki men o'zimga olgan edim, ishlarimni bitkazishga, lekin xursandliklaridan o'rtoqlarga shunaqa deganlar-da. Vaholanki mashina olganimdan keyin 20 kuncha yashadilar-da. O'shanga ba'zi bir insonlarga hayron qolamanki, xotiniga mashina olib beradi, xotin tarafiga mashinalar olib beradi. Lekin o'zini otasiga kelganda shunaqa narsaga jur'at qila olmaydi yoki mashina olishga qodir bo'ladi-da, otasiga olib berishdan qizg'anadi, lekin xotiniga olib bera olmaydi. Agar otam tirik bo'lganda, vallohi eng yaxshi mashinani olib bergan bo'lardim. Vallohi o'zim Jigulida yursam ham otamga yaxshi mashina olib bergan bo'lardim. Bu narsani men nimaga aytayapmanki, otasi borlar, shunaqa qilinglar. Agar imkoniyatingizda bo'lsa, misol uchun toparmon tutarmon bo'lsanglar, tadbirkor bo'lsanglar, eng yaxshi sharoitli mashinani otanglarga olib beringlar. Shu narsani men so'rab qolaman. Chunki dunyo o'tkinchi, o'tib ketadi. Lekin otani xursand qilish bu boshqacha. Men roliklar bor-ku, adasiga mashina olib beradi, lekin aytmasdan turib, hovliga olib chiqib, kiyimda kalitni beradi. O'shanaqa hayajonli damlarni men boshimdan o'tkaza olmaganman. Lekin sizlarga aytaman, agar imkoningiz bo'lsa, otanglarga eng yaxshi mashinani olib beringlar. Mayli necha yil haydaydi, 1 yilmi, 10 yilmi, 20 yilmi, lekin o'sha narsa qolib ketadi-da odamlar. Odam erkak kishi baribir uyda otasi bilan kim bilandir maslahatlashgisi keladi-da, lekin o'sha vaqtda otasi yo'qligi uni alamlantiradi. Misol uchun, har xil maslahatli narsalar, ishxonangizda bo'layotgan muammolar, umumiy gaplashgisi kelgan narsalarni onangizga ayta olmaysiz har doim ham. Onani ko'ngli nozik, sizga siqiladi. O'g'limda muammolar bo'layotgan ekan, shunaqa bo'layotgan ekan deb. Ota bilan erkakchasiga gaplashsa bo'ladi-da. Misol uchun, men bitta o'g'ilman. Aka-ukalarim ham yo'q. Misol uchun, boshimda biron bir mashaqqat bo'lib qolsa, qiyinchilik bo'lib qolsa, faqat Robbim bilan gaplashaman. Dardimni aytadiganim ham, tavba qiladiganim ham Robbim. Lekin uyda ota bo'lsa, bari o'rni boshqacha. Va ishga eng berilgan vaqtlarim, karyeramni rivojlantirayotgan vaqtlarimda otam boshimda bor edilar. Lekin ishimga ko'p berilib ketib qolganman-da. O'sha bir kun otam telefon qildilar-da, aytdilarki, o'g'lim, seni sog'indim. Gaplashib o'tiramiz, otamlashib o'tiramiz dedilar. Otamlashib o'tiramiz.
Keyin bir ota o'g'il dedilar. Keyin men aytdimki, ada hozir ishlarim ko'p. Bugun ishxonada qolaman dedim. Keyin qaytib ko'rmadim. Ertasi kuni uyga borsam kechqurun onam mantiq otgan ekanlar. Endi qo'limni cho'zib olaman desam, to'xta, adang kelsin, birga hammamiz yeymiz dedilar. Şey yangi yildan 1 kun oldimmi, 2 kun oldimmi, shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Ha, mayli dedim, yechingani kirib ketdim. Keyin eshik jing'illadi. Yoniga chalindi, bir odam turibdi, tanimayman kimligini. Sizni Mirsot akani o'g'illari bo'lasizmi dedi. Ha, o'g'illari bo'laman desam, Alloh sabr bersin. Men tushunmadim nima bo'lganligini. Chunki soppa-sog' yurgan otam. O'sha qalin qor yoqqan mahallada ham ro'zg'orimni qilaman deb haqqadir televizor sotgani borganlar-da. Qanaqadir mardikorlarni televizor sotib bergani borganlar, O'ruzor anaqadagi Ibn Sinoda Taxta bozoriga. Keyin o'sha yerda qorga yiqilganlar. Qo'llari g'ijimlanib turibdi, ichida o'sha 5 ming so'mmi, 4 ming so'm xizmat haqi turibdi-da. İşlerim yurishni boshlaganda odamlarga aytardim, ada, marshrutnikda yurmang, avtobusda yurmang, men taksida yuraman. Men endi topishlarim boshqacha. Men yoningizga kirdim, desam, shu o'g'lim qiynalib pul topadi deb, baribir avtobusda yurardilar-da, yoshlari katta bo'lsa ham. Umrlari davomida o'sha mingan yaxshi mashinalar faqat Zaporoj bo'lgan, u ham minilgan mashina bo'lgan. Endi mashina bilan inson hayoti baxtli baxtsizligi o'lchanmaydi. Aytmoqchi o'tgan narsam, o'sha endi mashinalar olib beradigan davrga quvvatli bo'lib kuchga kirgan vaqtimda ketib qoldilar-da. Aytmoqchimanki, ani pensiyalarni ham 2 martami olganlar-da. Shu 1 marta yo 2 marta pensiya olganlar. Bizda pensiya yoshi shunaqa hisoblanganki, insonni o'ladigan yoshiga mo'ljallab qilinganda, ya'ni siz rohatini ko'rmaysiz. O'shaning uchun odamlar aytarlarki, o'g'lim davlat ishida ishlagin, qanday qaraganingda pensiya bo'lardi. Desalar, men aytardimki, ada, inshaalloh men pensiyaga qarab qolmayman. Men shunaqa badavlat bo'laman, farzandlarim ham badavlat bo'ladi, pensiyaga qarab qolmaymiz. Chunki davlat o'zidan o'zi pensiya bermaydi. Shu o'ladigan vaqtingizda hech narsaga yaroqsiz bo'lib qolganingizdan keyin pensiya beradi. O'sha ham beradi yo'q. Astagfirullah. Bo'lsa 1,5 million so'm bo'ladi, nari borsa. Ya'ni $200 yetar yetmas. Shuning uchun men hozirdan harakat qilaman dedim. Ya'ni o'sha talabalikdan keyin o'zim mustaqil iqtisodiy erkin bo'lishga harakatni boshlaganman. Ba'zilarda o'sha tushlarimni ko'rib qolaman. Juda ham kam ko'raman. Otam bilan hayit namoziga chiqqanimizda rosa xursand bo'lgan edim. Odamlar ham namoz boshladilar. Namoz o'qiyotdilar-ku deb. O'g'lim, men bilmayman namoz o'qishni. Qanaqa o'qiymiz desalar, ada hamma qilganini qilavering. Birga o'qiymiz deb hayitga chiqqan edik. Shu oxirgi hayit namoziga. Shuning uchun otasi borda qadrga yetinglar. Otanglar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, sizlarga tanbeh beradimi, ushadimi, koyidimi? Baribir hamma ota-ona o'zini farzandiga yaxshilik tilaydi. Hech qachon yomonlik tilamaydi. Nobodon misol uchun dinda ixtilofli bo'lib qolsa yoki diningizni hazm qila olmagan taqdirda ham baribir yumshoq muomalada bo'laveringlar. Chunki bunga biz buyurilganmiz. Dinni asosi o'sha sunnatni tiriltirayotgan bo'lsangiz ham baribir ozor yetkazmaslik.
armon bo'lib qolar ekanda, odam bir sog'inib qoladi. Ya'ni otamni kam quchoqlaganman. Juda kam quchoqlaganman. Asosan shu bayramlarda tabriklab quchoqlamagan bo'lsam, o'shaning uchun hozirgacha aytamanki, "Ey, onanglarni qachon quchoqladinglar oxirgi marta?" deb postlarni qayta qo'yaveraman. Chunki o'zimni onamni men har kuni 2 mahal kamida quchoqlayman. Ya'ni ertalab ishga ketayotganda 200 lardan o'pib, quchoqlab, duolarini olib chiqib ketaman. O'zimni gunohlarim rosa ko'p, lekin shu onamni duolari sababmi ko'p balolar kelmay turadi menga. Otam juda ham yaxshi odam bo'lganlar. Shu mahallada ham aktiv bo'lib, shu biron bir odamlar uchun foydali narsalarga juda ham bel bog'lardilar. Shu 2006-yil ketdilar. Hozir mana 13 yil bo'ldi. Alhamdulillah boshimda onam bor. Onamni yaxshi